Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Kecha bir achinarli bir voqeaga guvoh bo'ldim. Xalqimiz, jamiyatimiz qay darajada fikrlashi tor bo'lib boryapti. Bittasi keldida uka deydi, o'g'lim o'qimayapti, o'qishga qiziqishi yo'q deydi. Shuning uchun deydi, sizga shogirdlikka bersam bo'ladimi deyapti. Dedim, o'qishga qiziqmasa bizaga nima shogirdlikka berasiz, ham o'qimasa deydi, usta bo'ladi deyapti. Bu narsa juda qattiq ta'sir qildida menga. Endi qanday ustalarga bo'lgan munosabat juda ham past bo'lyapti-da. Misol chet elga, Amerika, Angliyalarga va qo'l mehnati bilan shug'ullanuvchi ustalarning qadri juda ham baland baholanadi-da. O'zbekistonda shuni biz rivojlantirishimiz kerak. Qanday o'qimasa deyapti, ustalarga shogird beraman deyapti. Juda achinarli voqea. Ustachilik bilan 10 yildan beri shug'ullanib kelaman. Birorta misol kam joyim yo'q. Misol o'qib, abaqi bir ulardan-da endi men qatori misol meni sheriklarim yo shogirdlarim birontadan kam joyi yo'q. Ustachilik biza ham 5 yil, 10 yil, 4 yillab shogird tushganmiz. Ustalarga jo'natib qo'yamiz. Ustalar qadrlaringni tushirmanglar, gazini bosinglar.